Pulni to'sadigan 5 ta odatlar. 99% insonlarda 5-si aniq kuzatiladi. Birinchisi, doimiy nolish, pul yetishmasligi, pul berishmaydi yoki pulim kam degan narsalar insonni miyasida kambag'allik dasturini beradi. Ikkinchisi, o'zini qadrsiz his qilgan inson o'ziga arzimaydigan narsalarni, o'ziga eng arzonini yoki o'zini qadrsizlantiradigan narsalarni ravo ko'rgan inson ham atrofdagilar xuddi shu munosabatni bildirishadi. Uchinchisi, hasad va taqqoslash. Boshqalarning rizqiga qarab yashash o'z barakasini kamaytiradi. To'rtinchisi, tartibsizlik. Uyda, fikrda yoki hayotida tartibsizlik bo'lavergan sari insonni energiyasi kamayadi. Bu esa pul oqimini susaytiradi. Beshinchisi esa eng muhimi, faqat insonlardan kutish. Duo qilib hech qanday harakat qilmaslik ham natijani uzoqlashtiradi. Bularga esa eng kerakli yechim shukringizni ko'paytiring. Rizq haqida chiroyli fikrlang, o'zingizni qadrlang va baraka Allohdan ekanini unutmang. Sizda ham xuddi shu muammolar kuzatilyaptimi? Birga yechim topamiz.